Erimdan bu ishni sira kutmadim. Erimga bir kun oldin semirib ketganimni va kiyimlarim bo'lmayotganini aytgandim. Ertasi kuni erim ishxonaga kelib, bugun aylanishga chiqamiz deb chaqirib qoldi. Shu bilan ishxonaga keldik. Birinchi bo'lib yangi telefonlar kelibdimi deb telefonlarga qarab oldim. Keyin esa erim o'zimga krossovka olishim kerak deb bizni Nike magazinga olib bordi. O'sha yerga borib kiyimlarni qaradik. Erim aytdi, "Mana bu kiyimlarni ko'r, o'zingga kerak narsalarni ol" dedi. Men aytdim, "Kiyimlarim bor, kerak emas, rahmat" dedim. O'zi tanlab menga kerak narsalarni qo'limga ushatib, keyin ishxonasiga kirgizib yubordi. "Kiyimlar yoqdimi, bo'ldimi senga" dedi. "Ha, bo'ldi, yoqdi" dedim. Shu bilan bo'ldi, olamiz deb kerak emas deyishimga qaramay, o'sha pulni ham to'lab tashladi. Shu bilan ketdik, endi aylantirib kelaman sizlarni deb Lottoga olib bordi bizni. Lotto bu katta magazin Koreyadagi. O'sha yerga borib telefonlarni qaradik, 17 Pro Max'larni pastga tushib hayvonlarni ham qarab chiqdik. Shu bilan qizimni ham xursand qilay deb qizimga ham xohlagan o'yinchog'ini olib berdilar va uyga qaytdik. Erimga "O'zingizga krossovka olmaysizmi" desam, "Yo'q, seni aldagandim. O'zimga keyingi oyligimdan olaman. Bugun seni xursand qilay dedim. Kiyimlaring tor bo'lib qolgani uchun oldim" dedi.